Assalomu alaykum qadrli Oyna jahon muxlislari, e'tiboringizda Munavvar kun dasturi. Studiyada xizmatingizda men Shavkatbek To'xtasinboy o'g'li, rejissyorlik pultida esa Nodirbek Bo'ronbayev. 2025-yilning 29-martida mana shu studiyada ko'hna O'sh masjidlari deb nomlangan kitobni taqdimotini o'tkazgan edik. Va shunda xabar bergan edikki, ko'hna O'sh maktablari deb nomlangan kitob ham chop etilyapti deb ushbu kitobning muallifi bizga ma'lumot bergan edi. Bugun mana oradan 7-8 oy vaqt o'tib, yangi kitob yana tandurdan uzildi. So'zimdan bilinib turibdiki, bugungi Munavvar kunda ham mana shu kitob haqida suhbatlashamiz va studiyamiz mehmoni bizni qadrdon do'stimiz, tarixchi Odiljon aka Dadajonov bo'ladi. Studiyamizga xush kelibsiz. Xorming, yangi kitob qutlug' bo'lsin. Va alaykum assalom. Xushvaqt bo'ling, rahmat. Avvalo shu ko'rsatuvga yana bir bor Shavkatbekka taklif qilganingiz uchun minnatdorchilik bildiraman. Salomat bo'ling. Yangi kitob muborak bo'lsin. Rahmat. Mana hozir qo'limizda, maylimi ushasan? Albatta. Juda ham bir chiroyli kitob chop etildi va hozirgina ma'lum bo'lyaptiki, juda tez fursat ichida o'z egalariga qo'lga yetdi. Shunday. Hatto mana shu yagona nusxasi sizda qoldi hozir. Hozircha shunaqa. Demakki, buni yana chop ettirish g'oyasi bormi? Endi albatta talab bo'lyapti. Endi shunga qarab endi boshqa nimalarini hisobga olib chiqaramiz endi inshaalloh. Kitob tugab qoldi hozircha. Egalariga yetib bor deyman-da. Egalariga yetib bor. Buni egalari ko'p hali yana. Bu intizorlik bilan kutayotganlar bor. Bizni ko'rsatuvimizdan so'ng yana bu kitobni yana bering. Qanday topsak bo'ladi? Bunda men hozir PDF formatiga ko'z yugurtirib chiqdim. Bunda nafaqat maktablar tarixi, maktabda ishlagan ustozlar, maktabni bitirgan taniqli insonlar nomlari ham kiritilibdi-da. Demak, bu kitobni o'quvchilari juda ko'p. Inshaalloh shunaqa. Mana biz siz bilan 7-8 oy avval bu kitob haqida qisqa ma'lumot bergan edik. Kitobni yozish uchun qancha vaqt sarflandi? Bu kitobni o'zi boshlanganiga 2022-yilda oxiri, 2023-yilda boshlarida boshlangan. Yozilishiga aslida bir 7 oy, 8 oy vaqt ketdi. Yozilishi, hamma materiallarni yig'ib qilinishiga. Lekin buni chop etilishi yoz bo'lganimdan keyin buni bir ustozlardan ko'rigidan o'tkazdik-da. Ustozlar ko'rigidan o'tkazgandan keyin buni kamchiliklari, to'ldirish ishlari va kitobning mukammal chiqishligi uchun harakatlar, jarayonlar uzoq vaqt talab qildi. Chunki shu narsa kerak edi. Chunki bu narsani qilmasa, kitob mukammal chiqmasligi tayin edi-da. 7-8 oy mehnat qilindi. Mehnat qilindi. Keyin o'sha bu yerda o'sha ustozlarning xizmatlari shu yerda ko'rindi-da. Mana kitobning boshi birinchi varaqlarida Abdug'ani aka Abdug'ofurov, Qirg'iziston xalq yozuvchisi, xizmat ko'rsatgan madaniyat arbobi o'zini so'zlari bilan boshlabdi, ma'rifan Gulshaniga sayr deb. So'z boshi yozdi ustozimiz. So'z boshi yozgan. Ustoz haqida. Ustoz nima dedi bu kitobni ko'rib? Kitobga bo'lgan fikri qanday bo'ldi? Bu yerda ustoz Abdug'ani aka Abdug'ofurov domla bu kitobni ko'rib hayrat ila boqdi-da endi bunga. Juda yaxshi bir harakatni boshlabsiz deb, lekin o'zini oqpotsasini berib, shu nimaga kitobimizga so'z boshi yozdi. So'z boshi ham bir o'zgacha yozilganda, bir e'tibor bilan, e'tirof bilan yozilgan. Ya'ni bu kitobni o'qib chiqqandan keyin ustozimiz kitobga haqiqiy bahosini bera oldi deb o'ylayman. Mana hali oddiy mana qo'lingizda turgan kitob Odiljon Dadajonovni kitobi degan so'zlardan bilan boshlangan emas. Hali har doimgi haligi qolipdagi so'z emas, bu boshqacha. Boshqacha qolipda yozilgan. Bomdoddan so'ng Sulton Mahdumni ola ta'sir o'y-hayollar uzoq-uzoqlarga olib ketdi. Sajda mehrobiga nigohlarini qadagancha tin oldi. Bugun uni o'ta mas'uliyatli, zalvorli jihod kutmoqda degan so'zlar bilan boshlanadi-da. Ya'ni o'sha ma'rifat o'chog'iga e'tiborni qaratildi-da bu yerda. Ma'rifat maktablar qanchalar, madrasalar, shu o'quv boshlang'ich ta'lim maktabi qanchalar muhimligini inson uchun shuni bir e'tirof qildi-da ular. Mana ikkinchi so'z boshi yana hurmat bilan Ilhomjon aka Abul Qosimov, Qirg'iziston xalq ma'rifi a'lochisi, O'zgan shahar ma'rif
bo'limini 26 yil 27 yil boshqargan inson domla yozgan ekan, ikkinchi domla haqida ham. Domla ham bu kitobni o'sha qo'lyozma shaklini ko'rgandan keyin juda bir xursand bo'lib, o'zini fikrlarini, maslahatlarini berib, shu kitobni yaxshi chiqishligiga o'zini hissasini qo'shdi va shu bir so'z boshini yozib berishga o'zidan bir jur'at qildilar. Biz xursand bo'ldik. Men Abdug'ani aka, domlaga ham va Ilhomjon akaga ham shu fursatdan foydalanib o'z minnatdorligimni bildirmoqchi bo'lyapman. Rahmat shu ustozlarga. Salomat bo'lsin. Endi kitob yozish g'oyasi qanday bo'ldi? Nechuk maktablarga to'xtaldingiz, madrasalarga to'xtaldingiz? Bunun ichida nafaqat o'sha hozirgi zamonaviy maktab, qadimiy madrasalarda tarixlari ham o'rin olgan ekan. Shunday. Umuman o'sha O'shdagi ma'rifat. Ma'rifat. Bu yerdagi buni kitobni g'oyasi shunday keldiki, endi bu ham bir ilohiy. Shunday g'oya, shu bir maktablarning tarixini yozib qo'yilsam degan narsa, xuddiki o'sha mavzuga qaytib kitobimizdan keyingi bir kelgan g'oya bo'ldi-da. Bu yerda endi maktablar tarixligini yozishlik bu juda kerak edi. Nima deganda bu har bir inson borki, bu baribir hozirgi zamondami, o'tgan zamonlardami baribir ilm oladi. Ilmni qayerdan beriladi? Maktablar beradi. Endi biz bu ko'hna O'sh maktablari deb nomladik bu kitobda. Aslida bu yerda kitobda tarixidan shunday boshlanganki, O'shda dastlabki ta'lim tizimi qanday boshlangan? Ta'lim qanday boshlangan? Tabiiyki madrasalardan boshlangan. O'sha madrasalarda qanday boshlanganligi to'g'risida boshlangan birinchi. Dastlab o'sha 15-asr, 14-asrdan boshlangan. Endi undan oldin ham bo'lgan, lekin biz o'sha yerdan boshladik. Keyin madrasalardan keyin qorixonalar, qiroatxonalar deb qoladi. Yana bir narsani aytish kerak. Qadimda, masalan, bundan bir 100 yil oldin O'shda va boshqa hududlarda ham har bir masjidni qoshida qiroatxonalar bo'lgan. Bu tabiiy bo'lgan. Bu ham nima bo'lyapti? Bu maktabning bir nimada? Boshlanishi. Shular yozildi. Keyin bu yerda o'sha sovetlar kirib kelgandan keyin nima jadidlar to'g'risidagi ular ham bir maktabda bir tuzumi. Keyin sovet ta'lim tizimi to'g'risida yozildi. Va shu bosqichma-bosqich endi bugungi kundagi holatlarga yetib keldik-da. Ya'ni O'shdagi ta'lim tizimi qanday boshlangani va bugungi kungacha qanday holatda degan ma'nodagi kitob deb bilsak bo'ladi. Juda to'g'ri. Mana birinchi qismda O'shda madrasa va maktablar tarixiga bir nazar, 19-asrning ikkinchi yarmi va 20-asr boshlarida an'anaviy diniy maktablar xususida deb birinchi qism mana shunday boshlangan. To'g'rimi? Birinchi qism boshlanishi o'sha aytib o'tilgandek. Endi mana shu kitobni yozilish mobaynida qanday mashaqqatlar boshdan o'tdi? Endi bu yerda hozir O'sh shahrida o'zi 90 bitta maktab bor deb yozilgan ekanmi? 90. O'shda u o'sha xususiy maktablar bilan birga qo'shilib, o'zi aslida davlat maktablari hozir shu bugun 56 ta. 56 shaharda o'zida. Bu kitobda shaharda maktabini 54 tasi kirgan. Shahardan yondosh Qorasuvdan yonga qaraydigan shaharga yondosh maktablardan biri 30 taga yaqin bo'lib, bir 80 tani atrofida maktab kiritilgan. Buni nafaqat o'sha O'sh shahridagi maktablar, balkim o'sha atrofidagi maktablar kiritilganda bu yerda. Mashaqqatlarchi? Mashaqqatlarga kelsak, bu boshlangan ish, bu bir Allohdan bir ilohiy narsada. Agar Allohdan bo'lmasa bu ish bo'lmaydi. Bu juda endi hamma ham bir ish qilayotganda mashaqqati bor deydi. Hamma o'zini bir nimasini aytadi. O'ziga yarasha mashaqqati bor. Bu oson emas. Bu mendayda Shavkatbek aka, uyda o'tirib olib yozadigan narsa emas bu. Buni aylanish kerak. O'shalarni izlanish kerak, arxiv hujjatlari kirish kerak. Men dastlab buni o shahar ma'rif bo'limiga kirdim. Ulardan ruxsatini oldim va o'shalarni nima deydi, ruxsati bilan u mahalda Santalat Amanova degan odam edi. Santa Yusupovna. O'sha jamimiz ham katta yordam bergan, ma'rif bo'limini boshlig'i va unga qo'shimcha Mo'min opa Mirzakarimova, shu opamiz ham uslubchi. Yaranolda uslubchi bo'lgan. Shu opamiz ham katta yordam qildi shu boshlanishiga.
va shu yerda aytib o'tish kerak, ulardan tashqari barcha shu yozilgan maktab direktorlariga rahmat deyman. Men umumiy aytib qo'yishim kerak. Endi nomma-nom aytsak bo'lmaydi. Nimaiki yozgan bo'lsa, har bitta maktabda yozgan bo'lsam, har bitta maktab direktori menga yordam bergan. Bularga alohida minnatdorchilik bildiraman. O'sha Garanovda boshlig'i opamiz va ikkala opamizdan tashqari. Ular juda katta yordam berdi. Shu yerda har bitta maktabga borib ularni izlanish, nima qilishlik endi o'ziga yarasha mashaqqati bor. Lekin bu mashaqqatni nima deydi? Ro'yobga chiqqandan keyin unutilib ketadi. Chunki biz maqsad shuni tarixda qoldirib qo'yish bo'lgan maktablar. Juda katta ish qildingiz, tahsinga loyiq ish. Endi mashaqqat deganda yengillik tomonichi? Qaysi tomonlar bir yengillik bo'ldi? Yengillik bo'ldi degani siz oldin o'ylangansiz, shu narsa qiyin bo'lsa kerak degansiz, lekin shu ish yengillik bilan ko'chdi. Ha, bu juda to'g'ri savol. Men qo'rqdim boshlashdan oldin. Juda katta bir masshtabdagi ish bo'ldi-da. Keyin yengillik bo'lgani endi avvalo Xudo o'sha aytayotgan insonlar menga ko'magi orqali yengillik bo'lib ketdi. Ya'ni kutganimdan ham ziyoda bo'ldi-da. Ya'ni yordamlari tegib shu narsani chiqarishlikka nima qildi. Endi bu yerda maktablarda o'sha bir tarixni yozib qo'yishlik maqsad qilingan-da. Chunki o'sha maktab rahbarlari va ma'rif bo'limi ham o'sha bunga juda bir yaxshi nima ko'rsatdi bizga. Eng uzoq yo'l masofa bosib borgan maktabingiz qaysi bo'ldi? Masalan, hozir bu yerda o'sha O'shdagi Japaloq, O'reke, Teke qishloqlari, Qashqa qishlog'idagi maktablar kiritilibdi. Ya'ni men ko'zim o'tmagan, men o'qimay qolgan. Bu yerda o'sha Japaloqga borildi, O'rekega, o'sha Japaloq qishloq hukumatidagi. Endi mana Hasanchek Frunze kolxoz deb qo'yamiz, u yerga borildi. Qashqa qishlog'idagi Alisher Navoiy maktablari. Endi O'zgirdagi maktab bor edi. Samiddinov bo'lsa kerak, O'zgirga ham borilib qilindi. Endi o'sha yerlarga bormasangiz bu bo'lmaydi. U o'tirib olib o'sha yerda maslahat qilib, o'sha jamoa bilan kengashib, o'shalardan ma'lumotni olib o'tirishlik uchun bu telefon bilan bog'lanadigan ish emas bu. Bu kamida bitta yerga yo'q deganda bir marta, bo'lmasa 3 marta borgan holatlar ham bo'ldi, qayta. Chunki shuni qilish kerak edi shu. Raz kirishildimi shu narsaga? Qilinish kerak bo'ldi-da. Endi O'shdagi birinchi maktab, mana hozirgi zamonaviy maktabning boshlanishi nechinchi yilga to'g'ri keldi-yu va bu qaysi maktab ekan? Kitobxon shunda qaysi maktab haqida ma'lumot oladi? O'shdagi dastlabki yangi uslub maktablaridan, shunday deb tushuntirishimiz kerak, madrasalardan keyin, jadid maktablaridan keyin yangi uslub maktablarining dastlabkisi 1886-yilda hozirgi Shakolat bozor deb qo'yadi xalq tilida. O'sha onovi yangi eski avtovokzalda ro'parasida ikkinchi poliklinikani sal pastrog'ida Qo'rg'ontepa ko'chasida 1886-yilda Baranov nomli rus tuzay maktab ochilgan. Shu maktab Qirg'izistonda desak ham bo'ladi. Butun Qirg'iziston hududidagi eng birinchi maktab hisoblanadi bu. Bu maktab. Shu maktab o'sha birinchi nomerli deb maktab keltirilgan. Shu maktab birinchi maktab ma'rifdagi birinchi maktab hisoblanadi. Bu yerda dastlab shu rus tuzem deganda shu rus tilini o'qitishlik nimasi bilan boshlanganda maqsad mahalliy til xalqlarga rus tilida ta'lim berishlik bo'lgan. Biroq o'tgan asrda boshlarida shu bir 15-16, 17-yillarda bu maktab vatan nomi bilan o'zbek tilidagi maktab hisoblangan. Bu yerda O'shdagi rus tuzay maktabining ochilishi deganda shu maktab shu ochilishi shunaqa bo'lgan. O'zi 1886-yil ochilgan. Bundan 140 yil avval. Ha, ochilgan. Keyin orada shu asrimizning boshlarida, ya'ni o'zbek klasslari ochilgan. Rosmona maktabda 16-yilda, lekin vatan nomi bilan o'sha o'zbek tilidagi maktab bo'lib hisoblanib ochilgan. Bu maktab 1990-yillargacha saqlanib turgan o'sha joyida.
o'sha bino. Qanchasi? 90-yillar. 1990-yilgacha. Ha, mana bundan 30 yil avvaldan saqlanib turgan. O'sha maktabning negizida hozirgi Onadirdagi birinchi maktab shu maktabning Fechenko nomidagi maktab birinchi sonli maktab. Ha, shu maktabning negizida paydo bo'lganda, shu maktab hisoblanadi. Rasmiy nimada? Ya'ni Fechenko maktab shunaqa hisoblanadi-da. O'sha paytda olingan mana suratlar ham bor ekan. O'sha yerda endi bu maktabda o'ziga bir alohida to'xtalib o'tsak ham, marhamat. Bu yerda bu shu nimaga keyin bu maktabning nomi 25-oktyabr bo'lgan. Oktyabrning 25 yilligi emas. 25-oktyabr. U boshqa nom. Chunki oktyabrning 25-i degan ma'noda beriladi. Mana 60 yillik, 70 yillik maktab deb qo'yamiz. Unga aloqasi yo'q buni. 25-oktyabr. 25-oktyabr. Sanaga bag'ishlangan. Bu yerda juda ulug' insonlar chiqqan. Bu yerda masalan Izzat Sulton, juda mashhur yozuvchi O'shli bo'lgan. Mirzakalon Ismoiliy, mashhur akademigimiz Habib Abdullayev. Hozir juda men u yerda har bir nom keltirganman, bir 60-70 odamni, juda mashhur odamlarni ismi shariflari, familiyalari keltirgan o'sha maktabdan o'qiganlar. Chunki bu yerda faqat O'sht shahridan emas-da, O'sht atrofidan kelib o'qigan bolalar ham bo'lib, shu maktabda dastlabki maktab bo'lganda bu. Maktab ochilib 3-bitiruvchilar ekan mana. Shunaqa qarang, o'sha mana shu suratda turganlar maktabning 3-bitiruvchilari. Men ko'zim tushgan birinchi bitiruvchilari ham bo'lsa kerak. O'sha birinchi bitiruvchilari, dastlabki bitiruvchilari mana o'sha maktabning surati. Ana shu maktab surati bo'ladi o'sha. Shu oktyabr maktabini, 25-oktyabr maktabini shu binosi bir etajli, bir qavatli pastqam shu binoda joylashgan bino bo'lgan. Nechinchi yilgacha faoliyat ko'rsatgan? Bu 90-yil buzilib ketgan bo'lsa, o'zi bu bunday bo'lgan. 1990-yilga faoliyat yuritgan. 90-yilgacha. Ungacha kechki maktab bo'lib ishlagan bu maktab. Yana keyin bu maktab aslida 1967-yilda hozirgi Solijon Sharif maktabi shu maktabga haligi nima deydi, odamlar sig'may qolganligi uchun bolalar o'sha yerga maktab qurilgan. 22-maktab. 22-maktab qurilgan. U ham shuni bazasida ochilgan desa ham bo'ladi. Shu yerda bolalar sig'masdan tepaga chiqqan. Lekin o'shunda ham bu ishlab turavergan. Ishlab turavergan bu narsa. Mana siz aytgan o'sha allaqancha odamlarni tizmasi Shokirjon Mamajonov, Mo'minjon Sobirov, Anvarjon Umurzoqov Qirg'iziston SSRda xizmat ko'rsatgan quruvchi arxitektor deyapti. Suhbatullo Mahsum O'sh shahar sobiq qozisi deyilyapti. Ko'p, bu yerda juda ko'p odamlarning familiyalari keltiribdi. Baranov dastlabki 1886-yilda ochilgandagi nomi, O'rda Rossiya imperiyasi davridagi nomi, Vatan Sovet hokimiyati yillaridagi nomi, 25-oktyabr 1942-yilda Sovet ittifoqi o'rnatilganiga 25 yil to'lishi munosabati bilan o'zgartirilgan nomi deb. Shunaqa to'g'ri. 3 marta nom o'zgartirilgan. 4 marta o'zgargan nom. Mana hozir mana yerda telegrammalar ham keltirildi. Bu qanaqa telegrammalar? Bu telegrammani yaxshi, bu telegrammalar bittasi hozir kichkina mayda harflar bilan yozilgan, bittasi akademik Habib Abdullayevdan kelgan. Ikkinchisi Izzat Sultondan, uchinchisi Mirzakalon Ismoiliydan o'sha maktabni nima deydi, yubiley sanasiga 1942-yilgi yubiley sanasiga kelgan 42-yil yubileyiga, 25 yilligiga. Shu yubileyga kelgan telegrammalar kelganda. Mana hozir O'sh shahar ma'rif bo'limi deyapsiz. Ma'rif bo'limi haqida o'zi alohida bitta bob bor. Shuni aytib beraymi? Maylida, marhamat. Ko'rsatuvni asl maqsadi bu kitobni olinglar, o'qinglar, tanishinglar, maktablarimiz tarixidan boxabar bo'linglar deyishlik. Va hozir siz ikkalamiz bir haligi nima deydi? Shuni von ko'ryapmiz-da, shuni eslatishimiz kerak-da. Shu xalq ma'rifi bo'limini yaxshi eslatdingiz. O shahar ma'rif bo'limi o'tgan asrda 1919-yilda tashkil qilingan. 19-yil. 19-yil xalq komissarligi qoshida shahardagi. 106 yil bo'libdi. O'shanda 19-yilda tashkil qilingan va bunga birinchi mudir bo'lib Jo'raxon Zaynabidinov tayinlangan. Ya'ni xalq tilida endi odamda hozirgi avlod Zaynabidinov deb taniydi. Mana bu bozordagi ko'cha shu kishi nomiga atalganida hozir olib tashlandi. Shu Jo'raxon aka Zaynabidinov
O'sh shahrini birinchi va ilk ma'rif bo'limining mudiri bo'lgan. Shu insonni mehnati katta. Garonod rahbari bo'lgan ekanda, birinchi rahbari, Garonod birinchi rahbari Jo'raxon aka Zaynobiddin. Jo'raxon aka endi o'zi mana shu O'shdagi shu temir ko'chada deb qo'yamiz, hozirgi o'sha Zaynobiddin ko'chada bozor boshida tug'ilib o'sib voyaga yetgan. Shu sovet hokimiyatini tuzishda, tiklashda va O'shdagi ma'rifda va O'shdagi partiya ishlarida faol qatnashgan shaxs hisoblanadi. Bu odamning mehnatlari ma'rifga va boshqalarga va o'zbek teatrini tashkil qilishda ham bu kishining xizmatlari beqiyos. Jo'raxon aka. Mana hozir o'sha shuncha Jo'raxon aka Zaynobiddinov 1918-yildan 1927-yilgacha boshqargan ekan. Demak, 9 yil mobaynida o'sha shahar ma'rif bo'limini boshqargan. Shuni aytmasak bo'lmaydi endi. Birinchisi Jo'raxon Zaynobiddinov, ikkinchisi Tarnovskiy, uchinchisi Said Vaqqosov, to'rtinchisi Muhabbatxon Abulfayziyeva, o'sha Baxtiyor aka Abulfayziyevlarga taalluqli odammi? Hammasi. Mahmudjon aka Umarov 58-yildan 61-yilgacha, Solixon Ahmadjonov, Sharafatxon Norboyeva, Pyotr Xudarov, Uzgen Yuldashev, Aziz Uzgenning dadasi shekilli. Jariya Bektemirova, Asan Rayimqulov, Payiz Nishanov 80-yildan 96-yilgacha, Gulsara Attabayeva, Asanbay Abdibayev, Abduvali Boltaboyev, Gulay Mashrapova, Qushtarbek Kimsanov, Avazbek Asanov va so'nggisi Saltanat Amatova. 19 ta odamda shuni ma'rif bo'limining o'ziga tarixiy alohida yondashdi. Bu yerda shu 2024-yilda boshigacha berilgan ma'lumot. Bu o'shanda kitob to'xtatilganda shunaqa. O'shda ta'lim chirog'i, O'sh shahri va unga yondosh maktablarning tarixi. O'sh shahar Amir Temur shaharchasidagi Fechenko nomidagi birinchi maktab deb aytdik. Mana shuni aytganimiz, ana yaxshi shu nima varag'ini ochdingiz. O'sha oktyabr 25-yil maktabi 1982-yilda, 81-yilda hozirgi o'sha Onadir Amir Temur shaharchasiga ko'chib borgan. U mahalda fin uslubida bir qavatli bino bo'lgan. 84 mi? 81. 81. O'sha fin uslubida qurilgan maktab, hozir u poliklinika bo'lib qoldi hozir. O'sha maktab hisoblangan, yaxshi eslasangiz. O'sha maktab edi. Keyin 1985-yilda 84, 85, 86-yilda hozirgi 3 qavatli bino nimaga tushgan, ishga tushgan, 3 qavatli bo'lib. Shu o'sha maktabda davomichisi shu tarixiy maktab, o'sha Adil maktabi. Mana faxriy ta'lim fidoyisi Ozodbek Oxunov haqida yozilgan ekan. Maktab direktorlari ro'yxati: Ibrohimjon Abdukarimov 85-yildan 92-yilgacha, Qodirjon Abduqayyumov 92-yildan 95-yilgacha, Barchinoy Sodiqova 95-yildan 2005-yilgacha, Sodiqjon Ismoilov 2005 dan 2009gacha, Ozodbek Oxunov 2009-2013, Ra'no Raimova 2013-2019, Eldor Iskandarov 2019-yildan 2024-yil sentyabrgacha. Shungacha yozdi. Endi bu yerda maktablarda har bir bo'limiga to'xtalib o'tsak, 3-4 bo'limdan qilgan bir maktablarga shunday narsa ajratilgan. Dastlab maktab tarixi berildi. Keyin o'sha yerda ta'lim fidoyisi, yani bir shaxsda olindi, bir o'qituvchini shu namuna sifatida olingan. Keyin direktorlarning ro'yxati berildi. Keyin 30 tagacha faxriy o'qituvchilar, mana faxriy o'qituvchilarga berildi. Juda haligi xizmat ko'rsatganlarini boshqalardan ajratmagan holda. Va oxirgisi eng kerakligi o'sha maktabdan chiqqan taniqli va mashhur shaxslar degan bo'limi bor. Shu yerda misol o'qigan odamlarda maktabda bitirganlarni yozilgan. Buning ichida siz o'qigan maktabda mana orqasidan o'sha birinchi maktabdan keyinlar Abu Ali ibn Sino nomidagi 16-maktab, manzil Qorasuv tumani, Sharq qishloq hukumati, Sormazor qishlog'i, Soljon Sharif ko'chasi deyilib. Shunday chiqib qoldi qarang. Shu yerda sizni ham ro'yxatingiz bor, sizni ham kiritganmiz.
mashhur shaxslar. Ne'matjon aka Qobiyev bizni albatta fizikultura darsidan dars bergan, ko'p yil ishlagan, o'sha Qirg'iziston sportiga o'zining hissasini qo'shgan erkin kurashchi. Biz domlamiz, albatta bizga dars bergan, shogirdlari degan, shogirdlari ham kiritilibdi bu yerda. Ikrom Mirboboyev, Anvar Obidov, Ma'mur polvon, Qorasuvdan Rashid polvon, Qirg'iziston Jo'g'ir kengashi sobiq deputati Bayaman Erkinboyev, albatta Malik polvon, bular hammasi domlaning shogirdlari. Maktab direktorlar ro'yxati Adaxamjon Xomidov, Gulxumor Abdullayeva, Roziyaxon Ishoqova debdi, maktab direktorlar ro'yxati. Tanzilaxon Ibrohimova mana bizni domlalarimiz, Muroduljon aka Toshmatov, bu yerda juda ko'p. Meni domlalarim, maktab ta'lim olgan taniqli insonlar, Anvar Ortiqov, Hakimjon Soipov, onkolog vrach, Hakimjon Jamoldinov, Murodjon Abdukarimov, Saydullo Jo'rayev, Muxtorjon Abdukarimov, rahmatli bizni kolxozimiz raisi bo'lgan Odiljon Begmatov, O'ktamjon G'oziyev, mana OBSda ko'p yil ishlagan xalqaro tashkilotlarda, Shavkatbek Umarov, bizni ham familiyamiz kirib qoldi. Rahmat katta. Rahmat. Bu yerda mana maktabda ulug' vatan urushi. Bu surat qaysi surat ekan? Bu o'sha nimaga ko'rilib turgan surat Toshmamat Jumaboyev. Sovet Ittifoqi qahramoni Toshmamat Jumaboyev o'sha maktablarda uchrashuvlardagi bir lavhasini keltirib o'tganmizda. Mana endi biz yondosh Abdurashid Parpiyev nomidagi 84-maktab, o'sha 84-maktab, 77-Hamza maktablar o'sha biz aytgandek 25-oktyabr maktabida o'quvchi ko'paygandan keyin 22-Soljon maktab, 1-FCK domli maktablar tashkil etilganligi singari Ibn Sino maktabida ham o'quvchi ko'payganligi sabab Parpiyev maktabi, 77-Hamza maktablar keyinchalik qurilgan. Bular batafsil yoritilgan bu yerda. Ha, bu yerda yoritilgan. Men aytmoqchi bo'lganim o'sha Parpiyevdagi taniqli insonlar, Hamza maktabidagi taniqli insonlar bari borib o'sha Ibn Sino maktabga taqaladi. Albatta. Shunday kitob bilan siz Qirg'iziston Respublikasi maorifini, tarixini yoritdingizda, bu ulkan katta ish qildingiz. Men siz bilan mana biz ko'pincha siz bilan kechasi gapirishdik-da. Eng kami soat 11 dan keyin, bo'lmasa 2 da, soat 3 da bir-birimiz bilan suhbatlashamiz, chunki siz o'sha paytda kitob yozayotgan bo'lasiz. Mana domla Rahimjon aka Nishonov domla Shohmuhammad domla haqida yaqinda bir hikoya yozdi. Kechasi soat 1:30 dan 2 da Rahimjon akaga qo'ng'iroq qildim. Kompyuterim buzilib qoldi, bir kelib qarab berib qo'ying debdi. Bu kechasi edi demasdan ijodkor odam kechasi kunduz ishlaydi-da, kechasi ishlaydi. Kechasini ham siz tunlarni bedor o'tkazdingiz. Albatta. Va buni yozilishi ancha-muncha mehnat talab qilgan bo'lsa kerak. Va buni ortida o'zingiz yolg'iz bo'lmasangiz kerak, siz yoningizda sizga ko'mak ko'rsatgan, sizga yordam bergan insonlar bordir hoynahoy. Shularni bir tilga olib o'tsak. Albatta, endi bularni bir nomma-nom tilga olib o'tamiz. Agar yodimizdan ko'tarilgan bo'lsa, uzrini so'raymiz, qasddan bo'lmaydi. Dastlab bu ishlarimizga ko'mak ko'rsatgan dastlabchisi Zuhriddin aka Isomiddinov katta yordam ko'rsatdi. Filologiya fanlari nomzodi ustozimiz domla Zuhriddin aka Isomiddinov katta yordam ko'rsatdi. Abdug'ani aka Abdug'ofurov aytib o'tildi. Abdumo'min Mamarayim degan jurnalist akamiz, bu odam ham yaxshi yordam ko'rsatdi. O'sha shahar kengashi deputati Xulkar Isomova bu opamiz ham yaxshi yordam ko'rsatdi. Keyin Saidakbar Mahsumxonov, filologiya fanlari nomzodi Saidakbar Mahsumxonov ustozimiz ham katta yordam ko'rsatgan bu yerda. Yana aytib o'tish kerak. O'sh Krastex korxonasi rahbariyati ham o'zini beminnat yordamlarini ko'rsatgan. Bularni bir alohida e'tirof etib o'tish kerak. Endi bu yerda yana kimlar? Ko'pchilik bu yerda. Bu yolg'iz bo'ladigan narsa emas bu yerda-da. Mana Ilhomjon aka Abduqosimovni aytib o'tdik. Ozod aka Oxunov domla, Sodiqjon aka domla, Ismoilov domla, maktab direktorlari 53-maktab direktori Gulchehra opa Isoqova, hozir xayol esimga kelganlar. 43-maktab direktori Feruz opa, shular yordam berdilar. Lekin Lenin maktab direktori Gulchehra opa, nomma-nom aytadigan bo'lsak, bu yerda
nima ko'p maktablarda barchasi, buni oldin aytib o'tdim. Bu nimani yordam ko'rsatishlikda bularda xizmatlari beqiyos. Endi shu kitobni bosmadan chiqishida menga juda bir minnat va samimiy yordam bergan O'shdagi Rizvon kichik korxonasi bor, bilasiz. Shu yerda rahbari Rizvon kichik korxona. Shuni rahbari Shuhrat akamiz bor. Juda yaxshi inson. Shu Shuhrat akamiz juda katta nima deydi? Samimiy, o'zi yaxshi inson, juda katta yordamlarini ko'rsatdi. Hozir endi bu yerda bu kitobda chiqilishida aytib o'tdim. Umumiy holatda aytaman, hozirgi aytib o'tgan insonlar juda katta yordam bergan va boshqalar ham. Hozir nomlari tilga kelmay. Masalan, Fahriddin Umurzoqov, Muhayyo Shafiyeva, Sardorbek Turg'unov, Hasanboy Saidov, bular endi bosmaxonadagi Boboyev, Muhayyo Shafiyeva, yana shu yerda eslatib o'tish kerak. Qarang, xayoldan ketdi. Akramjon Boboyevning ham xizmatlari katta. O'zimizning akamiz, bilasiz, o'sha sadosida ko'p yillar bosh muharrir bo'lgan Akram aka Boboyevning ham xizmatlari katta bu yerda. Ya'ni bu kitobda bizda nima deydi? Yordam berishlik uchun harakatlari katta bo'ldi bularga. Yaxshi bo'lsinki deb shularning xizmatlari. Yana va boshqalar. Aytib o'tdim, Abdug'ani aka Abdug'afurov, Ilhomjon aka, Mahsumqor, bular ko'p bular nimasi. Mana hozir bu kitobda hozir men nima qilyapman, mana Toshloq qishlog'idagi 125-maktab deyilyapti. Bobolashkar nomidagi 25-maktab, Teki qishlog'i, bu yerda Alimtepa maktabi, Alimtepa maktabi. Muqimiy nomidagi 24-maktab, Tereshkova nomidagi 11-internat maktab, yaqinda yangilangan maktab. Ishoq Razaq nomidagi sobiq Vilkson maktabi, 20-maktab. Rus maktablaridagi ma'lumotlar sizga qanday yaxshi yetib keldimi? Ular ham sizga yaxshi ko'mak ko'rsatishdimi? Masalan, Bo'konboyev nomidagi maktab, 5-maktab. Kirov, Lomonosovlar nazarda tutasiz. Men bularga aytaman, har bitta maktabga alohida borganman. Buni maktabning rahbariyati yaxshi biladi. Chunki Lomonosovga bordik. Lomonosovda ma'lumotlarni o'zlaridan olindi. Olmaliqdagi 25-Olmaliq maktabi, hatto Olmaliqqa bordim-da. Bu ham shaharga qaraydi. O'sha nimada Lomonosov maktab, Kirov maktabiniki o'zgacha. Kirov maktabiniki Munavvar Mannonovni bilasiz. Shu ayamiz ham katta yordamlar keldi, chunki uzoq yillar shu maktabga direktorlik qilgan. Shu opamiz xizmatlari katta. Kirov maktabi. O'sha maktabda ana Kirov maktabini yordam tarixi yaxshi yozilgan bu yerda. O'sha rus maktablari deganingizda bu yerda juda yaxshi. Hamma maktablar yaxshi yoritilgan. Endi masalan maktablarda o'zi odatda tarixlar yozilgan bo'lsa kerak edi. Balkim yozilmay qolgan bo'lishi ham mumkin edi. Sizni tashabbusingiz bilan shu narsa izlandi, shu narsa bir to'lg'andi maktab uchun ham. Yo'q, bunday bo'ldi. Siz yaxshi eslatdingiz bu savollarni, zo'r savol. Biz shu narsani boshlashdan oldin shahar ma'rif bo'limiga borildimi? Garanoy borganda shulardan endi men yordam so'radim-da. So'raganimda aniq ayta olaman, aksar maktablar bu narsani o'ylamagan ekan. Hatto bilmas ekan. Men shu narsani boshlab berganimdan keyin, men bu maqtanish emas. Yo'q, men gap alicha savol kelib qoldi. Bo'lmasa kerak edi degan hayolim ko'proq. Men shuni boshlaganimdan keyin ular maktablarda ochishni boshladi maktab tarixini. Hattoki men Garanoydan ham shuni eshitdim, o'sha xodimlardan. O'sha meni tashabbusim kitob yozganimdan keyin ular uyg'onibdi. Maktab tarixini yozib qo'yishimiz kerak ekan deb maktablarga yozishni boshladi. Yaqinda mana misol 17-Gagarin nomli maktabni direktori menga qo'ng'iroq qilib, o'sha maktabning ma'lumotini menga bersangiz, men chiroyli qilib maktabga ilib qo'ysam, nima deydi, tarixini deyapti. Endi bo'lgan ekan, juda kam maktablar. Lekin shu voqeadan keyin ular ham kitobga kirdi, ham o'zlari uchun tarix manba bo'lib qoldi. Har bitta maktabda shu kitob bahona tarixi yozilib qoldi desam ham mubolag'a bo'lmaydi. Bu bor narsa. Siz katta ish qildingiz. Maktab uchun ham katta ish qildingiz. Mana o'sha Kirov nomli maktabdagi bilim dargohida ta'lim olgan taniqli insonlarning birinchi boshida turibdi Ro'za O'tunbayeva, Qirg'iziston Respublikasi sobiq prezidenti deb turibdi. Vyacheslav Axunov, Mavlyanova, Makaryevich, Isakov, Bo'ronbayev, Yura Sabol, Qirg'iziston Respublikasi bosh
sobiq vazir o'rinbosari deyapti. Dilorom Abdurashidova mohir pedagog, Ravshan G'ofurov iste'dodli shoir, Aziza Iminova mohir pedagog, O'sh shahar Aymonchoq bolalar bog'chasi mudirasi. Albatta mana shu Kirov maktabida Aziz opam. Mana u orqasida mana Karl Marks nomidagi bu ham rus maktab. Ha, rus maktab, 2-sonli rus maktab. Bunda ham tarixi bu ham uzun tarixda ega maktablardan. U kitoblarda yozish jarayoni shunday bo'ldiki, tartib bilan yozdim. Qanday tartib bilan? Tarixiy tartib bilan yozildi. Misol uchun shuning uchun ham birinchi maktab o'sha oktyabr 25-oktyabr maktabi, keyin undan keyin tarixiga qarab yozildi. E'tibor qilgan bo'lsangiz, o'sha maktablardan keyin shuni aytayapman-da. O'sha unlardan keyin nima Karl Marks, Lomonosov maktabi juda eski maktab. Lomonosov shu maktablar, keyin Lenin maktab, qadimiy maktablardan hisoblanadi. Shu nimasi bilan oxiri o'sha eng yaqingi maktab qanday? Eng yaqingi maktab 10 yil bo'libdi-da. 10 yil oldin ochilgan maktablar yozilganda. Menimcha o'sha Sharq qishlog'idagi Machaq qishlog'idagi maktab shunaqa bo'lsa kerak edi. To'g'ri. U va 54-maktab. Ular ham ikkalasi juda to'g'ri topdingiz o'sha. Machaqdagi maktab ham u ham bor bu yerda. Ha, yozilgan ekan, mana bu darajada ko'rdim-da, bu darajada maktablar. Aytayman, shu bir 80 ta atrofidagi maktablarni yoritgan bo'ldik-da. Avval bo'lgan-u bugungi kunga yetib kelmasdan buzilib ketgan maktablar. Juda shu savolni bermasangiz bu ko'rsatuv yaxshi chiqmasdi deb o'ylayman. Nomini ham eslab qolganlarimiz endi bu yerda bor. Dastlabkisi o'sha hozirgi Teshiktoşdagi Stalin maktabi. Keyinchalik Mirzo Ulug'bek bo'lgan. Shu maktab ham qadimiy maktablardan shu 68-70-yilga yaqin kelganda bu maktab yopilgan. Lekin hozir qanchadir binosi turibdi. Bormi binoni? Qoldiqlari bormi? Binoni qoldirib bor. Qoldig'imi yoki bino shaklidami? Bino o'zi bor. Binoni qancha e'tibor bermagan ekanman. Ya'ni o'sha yerda Teshiktoshdan o'tganda haligi bolalarni bolalar inspeksiyasi. O'sha inspeksiyasini binosi nimasi o'sha yerda. Shu maktab bo'lgan. Sal nima tarafda, bozorga yaqinroq tarafda bino saqlanib qolgan. Shu dastlabki o'sha Stalin keyinchalik Mirzo Ulug'bek maktabi. Bu birinchisi. Eslab qo'y. Ikkinchisi nimada mana bu madaniyat maktabi bo'lgan. Mana bu Imom Atanning pastrog'ida. Bu ham uzoq yillar ishlagan. 1961-yilda hozirgi Shevchenko maktabi bu azasida ochilgan. Bu ham madaniyat maktabi desa, juda qadimgi maktablar hisoblanadi. Bu ikkinchisi. Bu juda qiziq. Uchinchisi mana hozirgi Alimbek Datko kompleksi bor-ku, Karavanskiga yetgan. Dumaloq magazin bor. Dumaloq magazindan jicha bir nimaga yursangiz janubga yuriladi. Janubga yurilganda telestudiya bormikin hozir shu yerda? Bizni studiyamiz bor. O'sha studiyanidan oldiga, ya'ni sharqqa qarab bir 50 metrda Galeli nomli maktab bo'lgan. O'sha yerda. U shu 65-yillarda yo'l, shahar qurilishi munosabati bilan u maktab buzilgan. O'sha yerda Kalleli maktab bo'lgan. U maktab keyin hozirgi Gagarin maktab bor. Gagarin maktabga ko'chgan. O'sha Gagarin maktab 1975-yilda hozirgi Kalleli maktab qurilgandan keyin bu yerdagi bolalar Kalleli maktabga chiqqandan keyin bu Gagarin maktabni shahardagi qirg'iz maktabi bo'lib hisoblangan. Tarixda yozilgan bu narsa. O'sha yerga ko'chgan. Ya'ni Kalleli maktab 75-yilgacha hozir binosida joylashgan Gagarin. 75-yil o'sha yubileyniy ko'chasidagi nimaga chiqib ketgan. Lekin bu yerda Gagarin nomli hozirgi maktab davom etyapti. Shunaqa bo'lgan. Hozirgi 3 ta, endi keyinchisi, 4-inchisi eslab qolganimiz, hozirgi O'sh viloyati bolalar kasalxonasi bor-ku, o'shini o'rnida Lenin nomli maktab bo'lgan. Lenin nomli maktab bo'lgan. O'sha Lenin nomli maktab keyin 1962-yilda hozirgi Cho'lpon maktab qurilgandan keyin Partsez o'sha yerga ko'chilgan. Keyin u maktab Gagarin nomi bilan to 68-yilgacha ishlavergan. Keyin yopilgan. Tushunasizmi? Shu maktablar bo'lgan. Bu yerda Shamsuddinov domla rahbarlik qilgan, oxirgi rahbarlardan. Hozir o'sha Shamsuddinov domla O'ktamjon aka hozir hayot. Shu maktab rahbari.
hozir hayot. Salomat bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. O'sha maktab hozir tarixi deganingizga, endi undan tashqari yana boshqa maktablar ham bor endi. Hozir xayolga kelmayapti. Bir ishlab, keyin yopilgan bunaqa maktablar nimada bor ekan. Hozirgi Cheremishka mavzesida bo'lgan bunaqa maktab. Shu hozirgi masjid bor, shuni atrofida ham Achamazor masjidi. Achamazor masjidi bor. Shu masjidni o'zida atrofida bir 2 xonalik maktab bo'lgan. Bu maktabda hozirgi O'ktamjon aka Shamsuddinov o'qigan. Rahbar dedim, o'sha maktabda o'qiganman dedi. O'sha yerda o'shaqa maktablar bo'lgan. Bu maktablar ham kiritildimi? Ha, ular yozilgan. Ular yozildimi? Ular hammasi bayon qilib o'tilgan. Endi madrasalarchi? Madrasalar juda ko'p, tariximiz ko'p Sovet davrida buzilib, yo'q qilib, vayron qilib tashlangan, lekin saqlanib qolgan madrasalar bormi, binolari? Hozirgi Obulpatreb soyuz deb qo'yamiz. Obulpatreb soyuzning o'rnida turk madrasasi bo'lgan. Keyin u yerda o'zbek teatri joylashgan edi. U yerda kelibdi. O'sha yerda masjid bo'lgan. Ro'parasida Kosmos kinoteatr bor, hozir filon u yerda bo'lgan. Sal yuqoriroqda madrasa, hozirgi Olay gastinsasining ro'parasida Qorolma deb qo'yiladi bir zaman. O'sha yerda madrasa bo'lgan. Shu. Endi hozir saqlanib qolgan madrasalar o'shda yo'q hisobda hozir. Faqat masjidlar nima bo'lgan, lekin madrasalar hozirda yo'q hisob. Ko'pchiligi buzilib ketgan, aksari buzilgan. U madrasalarda bilasizmi, hozirgi tog'da yonbag'ridagi O'shtv idorasi va Pajarniyda yanida ham katta bir madrasa bo'lganda u yerda. O'sha yerlarda madrasa bo'lgan. O'shda madrasalar ko'p bo'lgan. Bu yerda bayon qilingan 154 ta masjid bo'lgan o'shda asrimiz boshlarida. 6 ta katta madrasalar bo'lgan asrimiz boshlarida. Bu o'sha masjidlarning qoshidagi qiroatxonalardan tashqari. Boqiy masjidi qoshida tuzilgan o'sha madrasa yoki nimada, qorixonami bo'lgan ekan. U yerda asrimizdan avval bo'lsa kerak. Men hozir yodimga ko'tarildi, men ko'zga yugurtirganimda, bu yerda faqat o'qitish o'rgatilgan ekan. Yozish keyinchalik. O'qitish ham 3 bosqichda o'rgatilgan, so'ng yana keyin yozishga o'tilgan. Shunaqa. U mahaldagi ta'lim tizimi o'zgacha bo'lgan va uzoq muddatini ko'p cho'zilganda mahaldachi. U dastlabki o'qish tizimi uzoq yillar davom etgan. O'sha siz aytayotgan Boqiy masjidda o'zida emas edi. Boqiy masjiddan bir 50 metr mahallaning ichiga kirganda o'sha yerda bo'lgan siz aytayotgan. Hozir o'sha biror kimnidir xonadoni o'sha qoldiqlar saqlanib qolgan. Bu UNESCOda nimasiga olingan. Siz shu nazarda tutib aytilayotgan narsa shu. Bor hozir. O'sha hozirgi Albastra ko'chasimi? Hozir eski ashi Hunarmandlar ko'chasi. Hunarmandlar ko'chasi o'sha yerda joylashgan. Eng qadimiy madrasani manzili qayerda bo'lgan? Joylashuvi. Hozirgi ko'pchilik hozir Rabot Abdullohxon deb aytiladi. Yo'q, undan oldin ham madrasalar bo'lgan. Hozir aytib o'tdimmi? Eng qadimiy nimalar? Eng qadimgisi shu manbalarda keltirilishicha hozirgi aytayotgan Pajarnik va O'shtovning yuqorisida hozirgi Gapar Aytiyev nomidagi bolalar rassomchilik maktabi bor. Shuni o'rnida bo'lgan. Haligi Burxiyani old tarafida bo'lgan. Olti, Burxiyaga unga aloqasi yo'q. Yo'q. Shu yerda madrasalar, dastlabki madrasalar shularda bo'lgan. Bu yerda hattoki mana o'shda mashhur ulamo Shayx Rahmatulloh Hoji domlaning otalari o'sha yerda dars ham bergan. Bu madrasa shu 50-yillarda atrofida buzilgan ekan degan taxminlar bor. Bu yana bu undan tashqari shaharda eski shahar qismlarida madrasalar bo'lgan. Endi bu ma'lumotlar bizlarga yetib kelmagani aniq manzili. Lekin albatta bo'lgan. Endi bizga ko'rinib qolganlari keyingilari shunaqa bo'lganda endi. O'shdagi jadidchilik degan sallavha bilan yozilgan bo'limga alohida e'tibor qaratsak. O'shda jadidlik o'sha Sovet bolsheviklar kelgandan keyin nimada shu O'rta Osiyo xalqlari ichida shu yangi zamonga moslab bir ta'lim tizimini yaratishmoqchi bo'linganda, shunda shu jadidlar deb qo'yadi. Jadidlar degani buni ma'nosi yangi hayot, yangicha bosqich degan ma'noni beradi-da. Shunda jadidlar
Toshkentda, Samarqandda, Qo'qonda shu yerlarda juda bir faol bo'lgan. Munavvar qori, Abdurashidxon akalar bo'lgan, Abdulla Avloniylar, juda ko'p insonlar bo'lgan. Bular o'z davrida ma'rifning yetakchilari hisoblanganda. Endi O'shdagi o'sha vakili nima deydi? O'shda dastlabki jadidchilik uslubiga asos solgan Qosimbekov, Mirzo Fozil Qosimbekov degan inson bo'lgan. Fozilxo'ja, Mirzo Fozilxo'ja Qosimbekov bu harakat tepasida turgan. O'shdagi. Endi buni qancha ochilgan? Bu ham bitta qiziqda. Hozirgi Lenin ko'chasi. Endi hozir Olimpiya dadxoh bo'lib qoldi. 411-uyda o'sha yerda yozilgan. 411-uyda dastlabki jadid maktabini ochgan. Hozir shu uy saqlanib turibdi. Bording? Ha, bilasizmi, o'sha teshik toshdan o'tganda, hozir aytib o'tdik-ku. O'sha Stalin maktabi dedi-ku. Hozirgi nima deydi? G'ayrat atelyesi bo'lardi. Sobiq ittifoq mahallida. Poyabzal ishlab chiqarganmi? Poyabzal ishlab chiqarish korxonasi bo'lgan. O'sha korxonaning ro'parasida joylashgan uy. Hozirgacha saqlanib qolgan. O'sha yerda o'sha Mirzo Fozil Qosimbekov dastlabki jadid maktabni ochgan. O'sha yerda hatto o'sha mashhur adabiyotshunos olim Izzat Sulton ham o'sha yerda o'qigan, Mirzakano Ismoil o'sha yerda o'qigan. Siz mana hozir kitobga muhrladingiz. Sizdan endi iltimos kamerani uyushtiraylik. Kamera bilan borib shu qolib qolganlarni ham haligi buzilmay turib, yo'qolmay turib bir video hujjatli film ham qilib qo'ysak bo'lar ekan. Eng kerakli narsada endi qog'ozga tushib qoldi, yaxshi. Bu kitobga tushdi, bu muhrlandi degani, lekin hozirgi zamonaviy o'sha video tasvirga olib qo'yish ham foydadan xoli bo'lmaydi. Juda yaxshi bo'ladi. Oljon aka, men yuqorida aytdim, siz juda yaxshi tahsinga loyiq tarixiy manbalarni bizga o'sha muhrlab berdingiz. Buni yozayotganda qanchalik darajada aytilgan gaplar asosliligini bilish uchun qaysi manbalardan foydalandingiz? Eng yoshi katta sizga o'sha ma'lumotni aytgan odamning yoshi nechida bo'ldi? Avvalo bu ma'lumotlarni men davlat arxivlaridan, ya'ni O'sh viloyat davlat arxividan olindi. Ma'lumotlar nimasi ilovasi keltirib o'tilgan. Dastlab o'sha yerlardan olindi. O'sh shahar ma'rif bo'limidan olindi va siz aytmoqchi, juda dastlabki yosh o'tgan nima kattalar o'sha O'ktamjon aka Shamsiddinov misol. Yosh nechida ekan? Hozir 33-yilda, 33-yilmi, 34-yil odam. Qarang, hozir bir 90 qanchaga ham kirdida. Shu odam ma'lumotlar berdi. Endi keyingi ma'lumotni Ulfatxon opa Ibrohimova, Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan o'qituvchi Ulfatxon opa Ibrohimova ham yaxshi ma'lumotlar berdi. Bu opamiz Lenin maktab va Stalin maktab to'g'risida yaxshi ma'lumotlar berdi shu ayamiz. Bu ayamizda juda katta ma'lumotlar bor ekan. Chunki bu ayamiz bilasiz, kitobxon o'zining shaxsiy kutubxonasi bor. Shu ayamiz bizga Ulfatxon opa hojaya juda katta yordam berdi o'sha tarixiy nimalarni qilinishida. Madaniyatdagi joylashgan Tesha Musayev maktabi. Tesha Musayev maktabiga o'sha madaniyatda bir oqsoqol bor. Facebookda bir yoritgansizda. Oqsoqol hozir esimdan chiqib qoldi. Bu ham yosh ulug' oqsoqol. Hozir masalan shu kunda rostmana yuzga keldi. Hozir hayot. Shu odam ma'lumotlarni yaxshi berdi, shuni yaxshi eslatdingiz. Shu madaniyat qishlog'ida, madaniyat qishlog'ining markazida yashaydi. Har doim shu ko'chada o'tiradi, haligi nima deydi, qariya, nuroniy bir qariya, shu odam yaxshi ma'lumotlar berdi. Nimadan Frunze kolxoz tarafdan Abdusami aka degan bir domla bor. Abdusami aka domla o'sha bir Hamid Olimjon maktabida ishlagan. Shu odamda ham xizmatlari katta. Shu yosh katta odam shu maktabda nima qilishda, maktab yoritishga yaxshi yordam berdi. Hamma maktablarda ham o'sha qadimiy maktablarda o'sha yerdagi odamlar yaxshi insonlar yaxshi yordam berdi. Men yuqorida aytdim,
juda yaxshi mehnat qildingiz, lekin bu mehnat bir moliya tomonidan bir foyda keltirdimi degan savol ham bo'lishi kerak-da. Bungacha yozilgan bu 4-kitob menimcha. Shunaqa. Moziyga qaytib 2ta yozildi. Maktab, madrasalar, masjidlar tarixi va maktablar tarixi mana. Endi bu moliyaviy tarafdan endi qilinish uchun juda ko'p sotilishi kerak. Shuning uchun unaqa ko'p adadda tirajda sotiladigan kitob bo'lmadi. Lekin ko'pchilikka yetib bordi. Endi nima o'zini nimasi chiqib qolsa ham rozimiz dedik-da. Yo'q, endi unaqa bo'lmasligi kerak edi. Bitta kitob bo'lsa boshqa edi-da. Bitta kitob bo'lsa boshqa. Bu 4-kitobda. Endi men shu fursatdan foydalanib o'quvchilarga, mana shu tarix qiziqqanlarga mana Odiljon akam 4-kitob chiqardi. Qo'limizdagi yagona nusxasi oxirgisi turibdi. Yana chop etish niyatida, lekin bu bekarga bo'lmaydi. Odiljon akamdan xizmat haqqi, qalam haqqini berib olib ketsalar yomon bo'lmaydi. Bu har bir maktabda turadigan, har bir maktab 90 ta maktab kirgan bo'lsa, 80 ta, 85 ta maktab kirgan bo'lsa, uning ichida ishlagan, uning ichida unday ta'lim olgan bir 1000 dan oshiq odamni nomi kelyapti-da bu maktabda. To'g'rimi? 1000 dan oshiq odamni nomi kirdi bu kitobga. Bu degan 1000 dan oshiq odamni oilasiga boradigan kitobda bu. Buni biz haligi ma'lum bir adadda chiqarmasligimiz kerak. Buni 1000 dan oshiq 10 minglab chiqarishimiz kerak. Men shu tarafdoriman. Masalan, nafaqat men chiqib, masalan, siz kitob chiqarsangiz ham boshqalar ham shu kitoblar hammani xonadoniga va shu maktablar jamida muassasalarga to'liq yetib borish tarafdoriman. Kimi kitob bo'lsa, o'sha bir oz tirajda qolib ketmasin. Qilingan mehnat o'sha o'zi uchun yozilmayapti, tarix uchun yozilayotgan. Bizdan boshqa qiladigan ijodkorlar bo'lsa ham-da, qayerda bo'lsa ham, shular o'z o'rnida bo'lishi kerak. Chunki kitobdaqa ilm manbaini beruvchi boshqa manba vosita yo'q. Meni oxirgi gapim xulosam shu. Salomat bo'ling. Juda yaxshi mazmunli suhbat qurdik. Yangi ko'hna o'sh maktablari muborak bo'lsin. Bu albatta har bir maktab uchun maktabda peshtoqida turish kerak. Inshaalloh. Salomat bo'ling. So'nggi so'z sifatida yana bormi so'z yoki rahmat, mana bizni studiyaga chaqirib nima qilganingiz uchun katta rahmat Shakirbekka. Endi so'nggi so'zimiz barchani bir narsaga chaqirib ketaman-da. Kitobdan yaxshi do'st yo'q. Insonlarni, tomoshabinlarni barchani ilm olishda faqat kitob, mana shu kitob manbaidan foydalanish. Umuman kitob manbaidan foydalanishni xohlayman. Hozirgi zamonda shu telefon boshqa narsalar emas, telefon nima kitobdan boshqa beradigan bir yaxshi, eng kerakli va mazmunli, mohiyati kuchli beradigan manba yo'q boshqa. Salomat bo'ling. Rahmat. Kitob yozsa charchamang. Rahmat. Sizga ijodingizga barkamollik tilaymiz. Omon bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Qadrli Oynajahon muxlislar, bugungi Munavvar kunda yana bir yangi kitob Ko'hna o'sh maktablarini tele taqdimotini o'tkazdik va studiyamiz mehmoni ushbu kitob muallifi Odiljon aka Dadajonov bo'ldi. Yanagi Munavvar kunda yangi kitoblar bilan uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.